Assalomu alaykum akalar ukalar, aziz obunachilar. Bugun Toshkentda Parkent tumanida 15 sotiylik issiqxonamizni qurishni boshladik. Zakatotka ishlari bo'lyapti. Bu yer malina ekilgan ekan, malina bog' ekan. Shu yerga 15 sotiy boshlanishiga issiqxona qilinyapti. Maqsad ertaroq bozorga olib chiqish malinani erta bahorda. Bir necha oy oldin pishadi. Xudo xolasa deyapti. Endi unchalik aqlimiz yetmaydi-yu. Bizi shu uyda egasi shuni sinab ko'rgan ekan, o'sha boshlabdi. Shunaqa issiqxona xizmatlari kimgadir kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ishlarimiz bespasredniy o'zimiz ustamiz. Mana 6,5 metrli alkan chiqarib qo'yganmiz. Aylanalari yaxshi, xudo xolasa qor turmaydi degan umiddamiz. Videomizga like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarning laykinglar bilan bu videomiz ham ko'p odam ko'rishi mumkin. Ketkizgan vaqtinglarga rahmat.